Sizga bir ajoyib bog'ni ko'rsatmoqchiman. Demak, O'zbekistonda kam qolgan intensiv tipdagi behi bog'lari, demak 5 yerda kutiladigan hosildorlik, demak hektariga 30-35 tonna. Bu yerda o'rtacha bitta mevani og'irligi 380 gram, 400 gram atrofida. 5 ga 2,5 sxemada. Bu yerda shunaqa narsaki, buni hosildorligini juda ham ko'paytirish mumkin. Tepaga o'stirilmagan. Mana shu deylik, bu yerda 2 metrdan tepadan o'sha kesib tashlangan shoxlar hammasi. O'sha uchun ham hosildorlik bu yerda past chiqarish mumkin, albatta chiqarish mumkin tepaga. Buni sxemasini eng katta birinchidan tepaga o'stiramiz inshaalloh va o'zi 4,5 ga 2,5 sxemada ekilishi kerak. Bu 5 metr hozir juda ko'p. Mana masofa juda katta. Bu yerda bo'y olmayman. Qo'y qarang. Katta ochiq joy nima kerak bu yerda? Bu joy demak 4,5 metr balki qisqa bo'lishi mumkin. Shu 4,5 ga 2,5 juda yaxshi bo'ladi va tepasini ham balandga o'stirishimiz kerak. Kamida 3,5 metr bo'lishi kerak buni daraxt bo'yi. Va shunda hosildorligimiz Xudo xolasa 45-50 tonnaga yaqinlashadi. Yaxshi hosildorlik bizlar uchun bo'ladi inshaalloh. Bu bog'ga inshaalloh birinchi yil to'liq konsultatsiya olganmiz. Kelasi yilda yana Xudo xolasa yana o'zgarishlar bo'ladi, tepaga chiqarish. Va o'tgan yilda bir kalibrlarda muammo bo'lgan o'tgan yili. Inshaalloh bu yil muammosi yo'q, chunki behlarda o'zi standart beh bog'lariga 250 gramdan 400 gramgacha bo'lishi kerak-da. Beh bog'larida. Bu yerda inshaalloh 380 gram. Deyarli maksimalga yaqin. Daraxtda hosil 100 tadan ko'p. Xo'p, shunda xuddi shunaqa natijaga erishdik. Inshaalloh bunday yaxshi natijaga erishamizmi? Inshaalloh nasib, Xudo xolasa erishamiz. Bu yerda hozir ko'rgandan birdan aytish mumkin. Shunga mutaxassis aytadiki, bu yerda ervina bormi deydi? Albatta. Ervinadan ya'ni bakterial kuyishni alomatlari bor va juda ham kam. O'tgan yiliga 90% dan bu yil 10% va 5% ga tushirdik, juda ham kamga tushirdik, lekin bor. Yo'q emas, bor, baribir bor. Biz yo'q deb buni yolg'on gapirmoqchi emasmiz, biz umuman yo'qotdik deb. No, juda ham uni deylik populyatsiyasini biz kamaytirib yubordik. Kamaytirdik inshaalloh. To'g'ri o'z vaqt